Nima uxlamayapsan, tinchlikmi? O'zgarli 10 kundan beri tuzukroq uxlaganimiz ham yo'q. Nimaga? Ko'chadagilar hammasi opajonni gapirishyapti. Menga qara, ko'chada gapni yop kirmagan. Ko'chani gap qilmaydi. Yana qachongacha opajonni shu yerda olib o'tirmoqchisiz? Menga qara. Bu meni jigarim. O'zim ko'chada qolsam ham opam shu yerda tashiydi. Nima Tushundingmi? deganingiz bu? Nima deganingiz bu? O'z uyimdan an'anaga kiyinib yura olmasam, xohlaganicha yotib tura olmasam. Bor choy damla, ko'p gapiryapsan. Assalomu alaykum Kenay, yaxshimisiz? Keling Firdavs. Kenay, oyimlar qayda edilar? Oyingiz ko'chadalar. Kenay, qornim ochganda biror ovqatingiz bormi? Ovqatmi? Ovqatni oyijoningiz kelsada o'zlari chiroyli qilib pishirib beradilar, xo'p? Bir kam endi san tekin tomonlarga ovqat qilib berishim qoldi. Onasi, kechir meni. Tavba qildim. Ichish tashladim. Ish topdim. Sizlarni sog'inganman. Uyga qayt endi. Keling, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshimisiz? Keling. Shahnoza shu yerdami? Uydalar, yuring, kiring. Kirsam bo'ladimi? Ha, kiravering, kiring. Allo, Anvar aka, uyga podchest kelganlar. Menimcha, opangizni olib ketmoqchi. Yo'q, bo'ldi, hozir yetib boraman. Xo'p. Anvar, Sen nima qilyapsan bu yerda? Opa, bu nima qilyapti? Sizlar nima qilyapsizlar bu yerda? Biz uyga qaytmoqchimiz. Ketyapsiz? Esiz joyidami? O'tgan narsalar esizdami? Ichishni tashladim dedilar. Ish topibdilar. Bir imkoniyat berib ko'rmoqchiman. Sani ham oilangni tinchini buzmay, ukajon. Opa, nima deganingiz bu? Sizni ham jiyanimni ham boqib olishga kuchim yetadi. Bolamni yetim qilish niyatim yo'q.